Mana bugun Turon avtomaktabining 30 nafar o'quvchilari nazariy imtihonga kelib muvaffaqiyatli imtihonlardan chiqishdi. 20 tadan 19 ta Turon avtomaktabiga rahmat. Turon avtomaktabiga rahmat. 20 tadan 20 ta Shahobiddin domlaga отдельный rahmat. 20 tadan 20 ta Turon avtomaktabiga. 20 tadan 19 ta Soliyev domlaga rahmat. 20 tadan 20 tadan 20 ta Soliyevga rahmat. 20 ta Turon avtomaktabiga rahmat. 20 tadan Salam, mana rekat. Qurmonlar. 20 tadan 20 ta. Otam 20 tadan 18 ta. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 ta. 20 tadan 20 tadan 19 ta. Agar sizga ham shunaqangi muvaffaqiyatli natijalar kerak bo'lsa, ushbu raqamga qo'ng'iroq qilib Turon avtomaktabiga murojaat qilishingiz mumkin.